Jadidlar izidan tanlovi orqali o'quvchilar jadid allomalarning hayoti va qarashlarini yangicha talqinda o'rganib, sahnada o'z bilim va tafakkurini sinovdan o'tkazmoqda. Har bir hududda yoshlarning ishtiyoqi, izlanuvchanligi va bilimga intilishi sezilib turibdi. Navbatdagi lavhamizda bir qator tumanlarda o'tkazilgan saralash bosqichlari haqida hikoya qilamiz. Tarix sahnasida har bir millatning ma'naviy uyg'onishi, tafakkur va ma'naviyat bilan yuksalishi uchun fidoyi va ziyrak insonlar, ma'rifatparvarlar paydo bo'ladi. Turkiston zaminida bunday yuksak maqsadli, ezgu g'oya bilan maydonga chiqqan ziyolilar jadidlar edi. Bugunda prezidentimiz tashabbusi bilan o'tkazilayotgan jadidlar izdan ko'rik tanlovi orqali esa ularning hayot yo'li va qoldirgan boy ma'naviy merosi o'rganilmoqda. Joriy yilda birgina Surxondaryo viloyatida tanlovda ishtirok etish istagini bildirib, 93.800 nafardan ortiq yoshlar anketa to'ldirishgan. Surxondaryo viloyatida Jalqo'rg'on tumani Namlali hududi tuman deb olinib, bugun ushbu tumanda 3300 nafar o'quvchi onlayn ro'yxatdan o'tgan bo'lib, bugun tuman bosqichi o'tkazilmoqda. Ushbu tuman bosqichiga 170 nafar o'quvchi testga qatnashib, 7-8, 9-10 sinflar bo'yicha test tanlovi o'tkazilib, 1-, 2-, 3-chi o'rin olgan o'quvchilar ikkinchi shartda baholanib, ikkinchi shartdan birinchi o'rin olgan o'quvchilar viloyat bosqichiga qatnashadi. Viloyat bosqichidan birinchi o'rinni olgan o'quvchilar albatta respublika bosqichiga ishtirok etib, respublika bosqichidan o'rin olgan jami 14 nafar o'quvchi Germaniya sayohatiga ega bo'ladi. Tanlov nizomiga ko'ra har bir ishtirokchi jadidlar hayoti va ijodiga oid 25 ta test savollariga javob berishadi. Mazkur shartga 25 daqiqa vaqt ajratilib, har bir to'g'ri javob uchun 2 ball belgilanadi. Men jadidlar hayotini o'qir ekanman, o'zimda juda katta ta'sirlanish his qilganman. Aynan Is'hoqxon To'ra Ibratni Ziyo bilan yuraman desang dunyoda, ilm ol, hunar o'lgan qolma piyoda degan ibratli so'zlari meni juda katta ta'sirlantirgan. Bugungi kunda bizga yaratib berilayotgan shart-sharoitlarni oladigan bo'lsak, bizni mana shunaqa yaxshi ta'lim-dorixlarda o'qitishimiz, yaxshi darsliklarimiz, umumiy qilib aytganda ta'lim sohasidagi barcha islohotlarda jadid bobolarimizning ham hissasi bor deb o'ylayman. Har bir ishtirokchi bilet tortish orqali tanlovning tuman shahar bosqichlari uchun tavsiya etilgan jadidlarning hayoti va ijodiga oid savollarga fikr-mulohazalarini 5 daqiqa davomida bayon etishdi. 9-10 sinf o'quvchilari o'rtasida eng yuqori ball to'plagan Maqsuda Keldiyorova, 6-8 sinf o'quvchilari o'rtasida esa Muhammadiyor Keldiyorov g'oliblikni qo'lga kiritib, tanlovning viloyat bosqichida ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiritishdi. Abdurauf Fitratning Temur sag'anasi, Abulfayzxon dramasi, Abo Muslim, Behbudiyning Padar kushi, Abdulla Qodiriyning O'tgan kunlar, Mehrobdan chayon romallari, Obid Ketmon qissalarini o'qidim. Bugun eng yuqori ball bilan birinchi o'rinni olganimdan xursandman. Viloyatda ham katta ishonch bilan birinchi o'rinni olishimga ishonaman. Jadidlar bu millatning uyg'onishiga yo'l ochgan, zulmatga qarshi ma'rifat nuri bilan kurashgan buyuk zotlardir. Ular bizga ozodlik, bilim, birlik va taraqqiyot yo'lini ko'rsatgan haqiqiy hurriyat elchilaridir. Muqaddas Panjiyeva, Xolmat Ne'matlayev, Surxondaryodan.